Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz nemis tili boshlang'ich darslarimizni boshlaymiz. Bugungi bizning dastlabki mavzumiz, ya'ni birinchi mavzu nemis tili alifbosi haqida gaplashamiz. Quyida biz nemis tilidagi barcha harflarni birin-ketin ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, bu nemis tili alifbosi hisoblanadi. Nemis tili alifbosida umumiy olganda 26 ta harf mavjud. Undan tashqari nemis tilida 4 ta qo'shimcha maxsus harflar ham mavjud. Dastlab biz 26 ta harflar umumiy ko'rib chiqib, keyin esa 4 ta qo'shimcha maxsus harflar bilan tanishamiz. Nemis tilida hozir biz har bir harflarning qanday qilib o'qilishini birin-ketin ko'rib chiqamiz. Boshlaymiz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z. Ko'rib turganingizdek, bu harflarning faqat alohida o'qilgandagina talaffuzda. Lekin nemis tilida harflarni agar so'z ichida o'qiyotganimizda bu talaffuzlarda o'zgarishga uchraydi. Yana qaytarib o'taman, bu qachonki harflarni alohida talaffuz qilganimizdagina shunaqa talaffuz qilinadi. Endi biz har bir harfning so'z ichida qanaqa qilib talaffuz qilishini birma-bir ko'rib chiqamiz. Dastlabki harfimiz bo'yna ko'rganingizdek A harfi. A harfini odatda xuddi o'zbek tilidagi kabi A kabi har doim so'zning ichida talaffuz qilamiz. Misol uchun apfel, olma. Ko'rib turganingizdek A kabi talaffuz qilyapmiz. Keyingi harfimiz B harfi. B ni ham xuddi o'zbek tilidagi kabi so'zlarning ichida B kabi talaffuz qilamiz. Misol uchun birni, nok. Keyingi harfimiz C harfi. C harfi odatda so'zlarning ichida o'zgaruvchan bo'ladi. Buning uchun alohida maxsus qoida yo'q va bu bilan boshlanuvchi so'zlar cheklangan. Misol uchun kompyuter so'zini ko'rganimizda bu so'zda K harfi kabi o'qilyapti. Yoki sent so'zini ko'rganimizda ham bunda C ko'rinishda o'qilyapti. Endi bu istisnolar, chunki bu so'zlar chet tilidan, ya'ni ingliz tilidan va boshqa tillardan o'zlashtirilganligi uchun xuddi o'sha tilda talaffuz qilingandek nemis tilida ham talaffuz qilinadi va ko'pincha shu holatda uchraydi. Sizlarga tavsiyamiz shuki, odatda S harfi bilan uchragan so'zlarni lug'atda talaffuzi bilan yodlagan ma'qul. Shunda umuman qiynalishga uchramaysizlar. Keyingi harflarimiz. Keyingi harfimiz D. D harfi ham xuddi o'zbek tilidagi kabi D kabi talaffuz qilamiz. Misol uchun dorf, qishloq. E harfi. E harfiga to'xtaladigan bo'lsak, E harfini ikki xil talaffuzi mavjud. Jarangli va jarangsiz. Oddiygina qoida qilib tushuntiradigan bo'lsak, agar qachonki urg'u so'zning urg'usi E harfiga tushadigan bo'lsa, biz shunda E harfini jarangli qilib talaffuz qilamiz. Misol uchun Entschuldigung. Ya'ni ma'zur tutasiz. E harfining ikkinchi talaffuzi jarangsiz tovush deb ataladi yoki ingliz tilidan aytadigan bo'lsak, ingliz tilidagi shva tovushi. Buni talaffuz qiladigan bo'lsak, eni xuddi jarangsiz, ya'ni qilib talaffuz qilamiz. Bu holat qachon kuzatiladi? Qachonki biz so'zimizning urg'usi E harfiga tushmagandagina yoki E harfi so'zning oxirgi bo'g'inida joylashgan bo'lsa, shunda biz E harfini jarangsiz talaffuz qilamiz. Misol uchun bitte. Eshitib turganingizdek kabi talaffuz qilyapman. Keyingi harfimiz F harfi. F harfi ham xuddi o'zbek tiliga o'xshash, har doim F kabi talaffuz qilamiz. Bular hech qanday o'zgarishga uchramaydi. Misol uchun kaufen, ya'ni sotib olmoq. Keyingi harfimiz G harfi. G harfi ham so'zlar ichida ma'lum bir talaffuzda o'zgarishlarga uchraydi. Misol uchun odatda G harfini ham xuddi o'zbek tilidagi o'xshab G kabi talaffuz qilamiz. Misol uchun garten.
Endi G harfini o'zgarish holatlariga to'xtalsak. G harfini o'zgartirish holatlari qachonki G harfi so'zning oxirida ig, ya'ni ig ko'rinishda tugasa, biz unda bu naqa so'zlarni oxirida g ni x, ya'ni o'zbek tilidagi qattiq h ga o'xshab talaffuz qilamiz. Misol uchun fertig, fertig, tayyor. Billig, billig, arzon kabi talaffuz qilamiz. Va undan tashqari G harfining so'zlarning ichida 3-chi talaffuz qilinish holati bu boshqa tillardan o'zlashtirilgan so'zlarda. Misol uchun ingliz tilidan o'zlashtirilgan so'zlar mavjud. Misol uchun garaji, garaji. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda G harfi J kabi o'qilyapti. Chunki bu so'zning ingliz tilidagi talaffuzi ham xuddi shunaqa, garaji, garaj yoki etaji, etaji. Bu ham chet tildan o'zlashtirilgan so'z bo'lganligi uchun G harfini J kabi talaffuz qilyapmiz. Keyingi harfimiz H harfi. H harfini ham so'zlar ichida ikki xil talaffuzi mavjud. Birinchi holatga to'xtalsak, birinchi holatda qachonki H harfi so'zlarning boshida kelsa, har doimgidek o'zimizning o'zbek tilimizdagidek H deb talaffuz qilamiz. Misol uchun house, house, uy. Ikkinchi holatimiz, agarda H harfi so'zlarning o'rtasida kelsa, ayniqsa unli harflardan oldin kelsa, so'zlarning o'rtasida biz H harfini talaffuzda tushirib qoldiramiz. Va o'sha holatda unli harfni H harfidan oldin kelgan unli harfni cho'zibroq talaffuz qilamiz. Misol uchun fag'in, fag'in. Ko'rib turganligingizdek, H harfini men talaffuz qilmayman, talaffuzdan tushirib qoldirib, A harfini cho'zibroq aytishga cho'zibroq talaffuz qilyapman. Yoki bu so'zimizda vonin, vonin. Ya'ni bu ham H harfini talaffuzdan tushirib qoldirib, O harfini cho'zibroq talaffuz qilyapman. Keyingi harfimiz. Keyingi harfimiz I harfi bo'lib, I harfi ham xuddi o'zbek tilidagi kabi deyarli o'zgarishga uchramaydi. Ya'ni qanaqa o'zbek tilida talaffuz qilsak, xuddi nemis tilida ham so'zlarning ichida shunaqa kabi talaffuz qilamiz. Misol uchun interessant, interessant, qiziqarli, finden, finden, topmoq deb hisoblamoq. Nemis tilidagi keyingi harfimiz yot harfi. Yot harfi odatda deyarli hamma joyda y kabi talaffuz qiladi. O'zbek tilidagi y harfi kabi. Misol uchun ya, yil. Yot harfining so'zlarning ichida talaffuz qilinishining ikkinchi holati. Bu odatda qanday bo'ladi? Ya'ni nemis tilida shunday so'zlar mavjud, chet tildan o'zlashtirilgan yoki chet tildan kirib kelgan. Yot harfi bilan ishtirok etgan so'zlar chet tilida qanaqa talaffuz qilinsa, nemis tilida ham o'sha so'zni shunaqa talaffuz qilishga majburmiz. Misol uchun job, kasb, job. Ya'ni aytmoqchimanki, job so'zi ingliz tilida ham job kabi talaffuz qilinganligi uchun nemis tilida ham job kabi talaffuz qilamiz. Yoki jurnalist, jurnalist, jurnalist. Ya'ni bu so'z ham ingliz tilidan kirib kelgan va ingliz tilida ham jurnalist kabi talaffuz qilinganligi uchun nemis tilida ham biz buni jurnalist kabi talaffuz qilamiz. Undan boshqa holatlarda esa biz yot harfini har doim so'zlar ichida y kabi talaffuz qilamiz. Keyingi harfimiz K. K. Buni ko'rib turganingizdek, har doim bu harfni o'zbek tilida qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa talaffuz qilinadi. K kabi talaffuz qilinadi. Faqat so'zlarning ichida e'tibor beramiz. So'zlarning ichida, misol uchun kino, kino. Keyingi harfimiz L harfi. L harfi ham xuddi o'zbek tilidagi kabi bir xil talaffuz qilinadi. Misol uchun lang, uzun, lang. Davom etamiz. Bizning keyingi harfimiz M harfi, M. M da ham deyarli o'zgarishlarga uchramaydi. O'zbek tilida, lotin tilida buni qanday qilib talaffuz qilsak, xuddi nemis tilida ham shunaqa talaffuz qilamiz. Misol uchun M kabi talaffuz qilamiz. Montag, Montag. Dushanba. Keyingi harfimiz ham N harfi. N harfi ham xuddi shunday, talaffuzda deyarli o'zgarishga uchramaydi. Misol uchun nami, nami, ism. Keyingi harfimiz O harfi. O harfimiz ham talaffuzda o'zgarishlarga uchramaydi. Misol uchun obist, obist, meva.
Keyingi harfimiz P harfi. P harfi ham talaffuzda deyarli uchramaydi. Buni qanaqa qilib ko'rsak, xuddi shunaqa qilib talaffuz qilamiz. Misol uchun plan, reja. Keyingi harfimiz Q harfi. Buni talaffuzda salgina ehtiyot bo'lish kerak. Buni biz har doim deyarli hamma joyda KV ko'rinishda, ya'ni KV ko'rinishda talaffuz qilamiz. Misol uchun quelle manba yoki akvarium. Shu o'rinda qo'shimcha qisqacha ma'lumot: Q harfi ishtirok etgan so'zlarda doimo Q harfidan keyin, doimo emas, ko'pinchalik holatlarda Q harfimizdan keyin U harfi ko'pchilik holatlarda kelgan. Shunga ham e'tibor berasizlar. Bizda keyingi harfimiz R harfi. R harfini ham so'zlarning turli joyida kelishiga qarab turlicha talaffuzlari bor. Shularni hozir biz birma-bir ko'rib chiqamiz. Misol uchun, birinchi holatda agar R harfi so'zlarning boshida yoki unli harflardan oldin kelsa, R harfini biz xuddi o'zbek tilidagi G harfi kabi talaffuz qilamiz. Misol uchun, g'ot. Ko'rib turganingizdek, bunda R harfi so'z boshida va unli harfdan oldin kelganligi uchun G kabi talaffuz qilyapmiz. Yoki ho'g'in. Ko'rib turibsizlar, bu yerda so'z o'rtasida, lekin unli harfidan oldin kelganligi uchun ham biz buni G kabi talaffuz qilamiz. Keyingi o'qilish holatimiz: agarda R harfi so'zlarning o'rtasida undosh harfdan oldin yoki so'z oxirida kelsa, odatda o'zbek tilidagi R harfini jarangsizroq yoki yumshoqroq qilib talaffuz qilamiz. Misol uchun, morgen. Ko'rib turganlaringdek, bu so'zda men R harfini deyarli talaffuz qilmayapman yoki yumshoqroq talaffuz qilyapman. Yoki so'z oxirida kelgan holat ab. Ko'rib turgansizlar, R harfini tushirib qoldiryapman. Shu joyda e'tiborli bo'lasizlar. Agarda so'zlarning oxirida R harfi R kabi tugasa, ya'ni R kombinatsiyasida tugasa, uni har doim sizlar ya'ni A kabi talaffuz qilishlaringiz kerak. Misol uchun, yana qaytarib o'taman. ab. O'qilishi, yozilishida farq bo'lishi mumkin, lekin oxirida R bilan tugaganligi uchun biz buni qisqartirib oxirini ab kabi talaffuz qilamiz. Qo'shimchasiga shuni ta'kidlab o'tishim joizki, R harfini xuddi misol uchun boshqa davlatlardagi kabi shevalar, O'zbekistonda sheva mavjud kabi, Germaniyada ham shunaqa shevalar mavjud. Shunda ba'zi shevalarda R harfini qattiqroq, ya'ni G kabi talaffuz qilsa, ayrim shevalarda esa yumshoqroq, ya'ni jarangsizroq talaffuz qilinadi. Shuni ham e'tiborga olishimiz joiz. Bizning keyingi harfimiz S harfi. S harfi ham so'zlarning ichida kelishiga, joylashishiga qarab turli xil talaffuz qilinadi. Misol uchun, agar S harfi so'zlarning boshida yoki ikki unli orasida kelsa, S harfini biz Z, ya'ni Z kabi talaffuz qilamiz. Misol uchun, so'z boshida zonni, quyosh yoki lesen, o'qimoq. Ko'rib turganingizdek, birinchi holatda S harfi so'z boshida, ikkinchi holatda esa ikki unli orasida kelgan. Shunga e'tibor berasizlar. Ikkinchi holatimiz, agarda S harfi undosh harflardan oldin yoki so'z oxirida, undan tashqari ikkita S bir joyda keladigan bo'lsa, buni biz oddiy o'zimizdagi S tovushi kabi o'qiymiz. Yana qaytarib o'taman. So'z o'rtasida undosh harfdan oldin kelsa, so'z oxirida kelsa yoki bir joyda ikkita S bir joyda kelib qolsa, bu holatda ham biz buni oddiy o'zbek tilidagi S kabi talaffuz qilamiz. Misol uchun, maske, niqob, etwas, biror nima, Wasser, suv. Bizning keyingi harfimiz T. T harfini ham ko'rib turganingizdek, xuddi o'zbek tilida qanaqa talaffuz qilinsa, xuddi shunaqa talaffuz qilamiz. Misol uchun, tag, kun.
Davom etamiz. Bizning keyingi harfimiz u harfi. U harf ham talaffuzda deyarli o'zgarishga uchramaydi va buni ham biz har doim so'zlar ichida u harfi kabi talaffuz qilamiz. Misol uchun urlaub. Urlaub. Eshitib turganingizdek u kabi talaffuz qilyapman. Ketdik. Bizda keyingi so'zimiz, keyingi harfimiz, bizning keyingi harfimiz fao. Fao. Bu harfni deyarli barcha nemis tili so'zlarida o'zbek tilidagi xuddi f kabi talaffuz qilamiz. F. Misol uchun fati, ota. Lekin buni yuqorida aytib o'tgan istisnolarimdek, xuddi nemis tilida ham boshqa so'zlar kabi, boshqa so'zlardan o'zlashtirilgan so'zlar mavjud. Misol uchun verb. Bu so'zda ko'rib turganingizdek, fao harfini xuddi v kabi talaffuz qilyapmiz. Chunki verb so'zi ham boshqa tildan o'zlashtirilgan, ya'ni boshqa tildan kirib kelgan ma'lumot o'rnida verb so'zi lotin tilidan olingan hisoblanadi. Bizning keyingi harfimiz v harfi. V. Bu harfni biz nemis tilida deyarli har doim o'zbek tilidagi v kabi talaffuz qilamiz. Misol uchun wagen, avtoulov. E'tibor beramiz, bu w harfi emas. Buni faqat ingliz tilida w deb aytilishi mumkin. Lekin bu nemis tilida buni har doim v kabi talaffuz qilamiz. Misol uchun Germaniyaning, ya'ni nemislarning mashhur mashina brendi bor. BMW. Uni ayrim chet mamlakatlarda BMW deb atashadi. Yo'q, bu aslida xato hisoblanadi. Chunki BMW so'zi aslida nemis so'zlardan kelib chiqqanligi uchun biz uni BMW kabi talaffuz qilishimiz kerak. Bizda keyingi harfimiz X harfi. X harfi ham deyarli hamma joyda X kabi talaffuz qilinadi. Misol uchun tekst, matn. Davom etamiz. Bizning keyingi harfimiz Y. Odatda bu harf ishtirok etgan so'zlar juda ham ilmiy yoki kitobiy so'zlar hisoblanadi va unaqa holatlarda biz Y harfini uy, ya'ni o'zbek tilidagi uy degan so'zni, ya'ni uy so'zini qisqartiribroq, yumshoqroq talaffuz qilib so'zlarda ishlatamiz. Misol uchun system. E'tibor beramiz. Bunaqa so'zlarni yodlayotganda odatda har doim lug'atdan eshitilish bilan birga yodlashni tavsiya qilamiz. Yoki chet tilidan o'zlashtirilgan so'zlarda boyna aytganimdek, Y harfi o'sha chet tilida qanaqa talaffuz qilsak, xuddi nemis tilida ham shunaqa talaffuz qilishimizga majburmiz. Misol uchun yoga. Bu ham chet tilidan o'zlashtirilgan so'z hisoblanadi. Davom etamiz. Bizning keyingi harfimiz T harfi. T. To'g'ri, bu ko'rinib turgandek Z bo'lishi mumkin o'zbek tilidagi, lekin buni nemislar Z kabi talaffuz qilmaydi. Buni nemislar har doim xuddi rus tilidagi T harfi kabi talaffuz qiladi. TS. Xuddi T bilan S ni bir joyda yonma-yondek aytayotganga o'xshaydi. T. Misol uchun sal. Raqam. Biz hozir nemis tilidagi umumiy 26 ta harfni tugatib chiqdik. Endi men yuqorida aytganimdek, 26 ta umumiy harfdan tashqari nemis tilida 4 ta qo'shimcha maxsus harflar mavjud. Biz hozir shular bilan ko'rib chiqamiz. Bu 4 ta maxsus qo'shimcha harflarning 3 tasi bular umlautlar hisoblanadi. Shuni yodda tutamizki, umlautlar ham unli harflar qatoriga kiradi. Shuni yoddan chiqarmaymiz. Davom etamiz. Bizning birinchi umlautimiz A umlaut. A umlautni har doim so'zlarning ichida biz E harfi kabi talaffuz qilamiz. Misol uchun kezi, pishloq. Keyingi harfimiz O umlautni biz har doim Ö kabi talaffuz qilamiz so'zlarning ichida. O'fnin, ochmoq. Bizda keyingi umlautimiz u umlaut hisoblanadi. U umlautni ham xuddi o'zbek tilidagi uy so'zini qisqartiribroq, jarangsizroq qilib aytsak, u umlautni talaffuzi o'xshagan bo'ladi. Misol uchun uybung, mashq. Davom etamiz.
bizning oxirgi nemis tilidagi qo'shimcha maxsus harfimiz bu sz. Bu odatda so'zlarning ichida kelganda, unutmaymiz, so'zlarning ichida kelganda oddiy o'zbek tilidagi s harfini talaffuz qilgandek talaffuz qilamiz. Misol uchun gross, katta, gross, katta yoki futbol, futbol. Yaxshi. Biz nemis tilidagi barcha harflarni deyarli ko'rib chiqdik. Endi biz nemis tilida ayrim tovushlarda, ya'ni harflar bir vaqtda bir joyda kelganda ma'lum bir talaffuzda o'zgarish bo'ladigan holatlarni ko'rib chiqamiz. Biz dastlab diftonglarni ko'rib chiqamiz. Diftong o'zi nima? Diftong bu ayrim ikki unlilar bir joyda kelsa, ularda tovush, ya'ni talaffuz o'zgarishiga uchraydi. Shuni nemis tilida diftong deb ataydi. Misol uchun nemis tilidagi diftonglar. Dastlabki diftongimiz ei. Agarda bilan i unli harfi bir joyda keladigan bo'lsa, biz bunaqa holatni har doim ay kabi talaffuz qilishimiz kerak. Ay, e'tibor beramiz. Emas, ay. Misol uchun haysin deb atalmoq. Haysin. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, kelgan joyni ai yoki ay kabi talaffuz qilyapman. Keyingi so'zimiz mayin, ya'ni mening. Bizda keyingi diftongimiz eu bir joyda kelsa, biz uni har doim oi kabi talaffuz qilamiz. Oi yoki oy. Misol uchun hoyta bugun yoki loyta odamlar. Davom etamiz. Bizning keyingi diftongimiz a umlaut bilan u harfining bir joyda kelishi. Shu joyga e'tibor berishimiz kerak. Bu, ya'ni eu umlautning talaffuzi, ya'ni eu deb o'qiladi. Bu diftongimiz ham eu o'qilganligi uchun bu diftongda ham buni oi deb talaffuz qilishimiz kerak. Chunki bu bilan buning o'qilishi bir xil, lekin ko'rinishi har xil. Buni misol bilan ko'rib chiqamiz. Misol uchun boyma, daraxtlar, boyma. Davom etamiz. Bizning keyingi diftong i bilan unli harfining bir joyda kelishi. Bu holatda biz bu ikki unli qo'shilib ketib, o'zbek tilidagi kabi talaffuz qilinadi. Misol uchun mita, ya'ni ijara yoki fil ko'p. Ko'rib turganingizda ikki unli bo'lishiga qaramay, bu qo'shilib kabi talaffuz qilinyapti. Yaxshi. Nemis tilida kombinatsiyonlar, ya'ni ayrim harflarning bir joyda kelib, talaffuz o'zgarishiga uchrashi. Nemis tilida quyidagi harf kombinatsiyalari mavjud. Misol uchun, birinchi kombinatsiyamiz s bilan p ning bir joyda kelishi. Odatda s bilan p so'z boshida kelsa, biz uni shp kabi talaffuz qilishimiz kerak o'sha so'zni. Misol uchun spielen o'yin o'ynamoq yoki spaß xursandchilik. Bizning keyingi kombinatsiyamiz s bilan t ning bir joyda kelishi. S bilan t ham agarda so'z boshida keladigan bo'lsak, buni ham ko'pchilik holatlarda sht kabi talaffuz qilamiz. Misol uchun shtat, shahar. Keyingi kombinatsiya sch ni odatda deyarli so'zlarning barcha joylarida bular qo'shilib ketib, umumiy tovushini beradi. Misol uchun shun yoki tashi e'tibor beramiz shu joylariga. Bizning keyingi kombinatsiyamiz sh. Bu e'tibor bering, bu ch harfi emas. Bu aslida ikki harfning birikmasi hisoblanadi. Buni odatda ayrim
so'zlarning turli so'zlarda turlicha talaffuz qilinishi mumkin. Misol uchun o'zi odatda bu kombinatsiyani biz h, ya'ni qattiqroq h kabi talaffuz qilamiz. Misol uchun voha, voha hafta, axt, axt 8. Lekin e'tibor beramiz, ch bu s h kombinatsiyasining ayrim o'zgarishga uchraydigan joylari bor. Bu misol uchun mana bu ko'rib turgan so'zlarning pastdagi so'zda chef, chef pastdagi so'zda chef, ya'ni e'tibor beryapsizlar, chef, ya'ni men s h kombinatsiyasini sh kabi talaffuz qilyapman. Yoki bu so'zimiz kor, kor. Bunaqa so'zlar ko'p emas. Shuning uchun ham biz har doim tavsiya beramiz, so'zlarni yodlayotganda har doim lug'atdan eshitilishi, talaffuzi bilan qo'shib yodlagan ma'qul. Shunda nemis tilidagi talaffuzimiz tezroq o'sadi va tezroq talaffuzimiz ravon bo'ladi. Endi biz hozir nemis tilida deyarli hamma alifboni, hamma harflarni, diftonglarni, kombinatsiyalarni va umlaut va maxsus harflarni ko'rib chiqdik. Endi biz bir matnda shularni o'qib, qisqa tahlil qilib o'tamiz. Misol, halo, halo ko'rib turganingizdek, ha harfi so'z boshida kelganligi uchun biz buni h kabi talaffuz qilyapmiz. Ich heiße Max. SH kombinatsiyasi. SH kombinatsiyasini biz H kabi o'qiyapmiz. Maxdagi H harfini esa X kabi o'qiyapmiz. Ich wohne in Berlin. Wohne so'ziga e'tibor beramiz. H harfi unli harfdan keyin kelgan, so'z o'rtasida kelganligi uchun yoki unli harfdan keyin kelayotganligi uchun H harfini talaffuzdan tushirib qoldirib, unli harfda esa cho'zibroq o'qiyapman. Misol uchun vona, vona. E'tibor beradigan joyimiz vonadagi e harfi. Boyni aytgandek, odatda e harfi so'zlarning oxirgi bo'g'inida kelsa yoki so'zda e harfiga urg'u tushmasa, biz buni e harfini jarangsiz yoki xuddi ingliz tilidagi shva tovushi kabi o'qishimiz kerak. Ya'ni bu qanaqa o'qiladi? Kabi o'qiladi. Misol uchun wohne, wohne. Davom etamiz. Mein Haus ist groß. Biz e'tibor beradigan joyimiz mein. Mein'dagi e bilan i ning bir joyda kelishi. Ko'rib turganingizdek, buni men i ni ai kabi talaffuz qilyapman. Ya'ni mein. Davom etamiz. Ich habe einen Hund. Heißt Fuchs. Biz bu joyda e'tibor beradigan so'zimiz Fuchs hisoblanadi. Negaki ko'rib turganlaringdek h, sh so'z harf birikmasi bu yerda h ham emas, k ham emas, sh ham emas, bu yerda k kabi o'qilyapti. Bunaqa so'zlar e'tibor beramiz, ko'p emas. Shuning uchun har doim so'zlarni eshitilishi yoki talaffuzi bilan yodlagan ma'qul. Davom etamiz. Am Morgen esse ich ein Brötchen und trinke Milch. Danach gehe ich in den Garten. E'tibor beradigan joyimiz mana bu so'z. Chunki boyni aytganimizdek h harfi so'z o'rtasida kelsa, odatda talaffuzda tushirib qoldiriladi. Misol uchun men buni geye, geye deb talaffuz qilyapman. Undan tashqari garten so'zi. Bu yerda r harfi undosh harfdan oldin kelayotganligi uchun buni yumshoqroq va talaffuzdan tushiribroq qoldirib talaffuz qilyapman. Misol uchun garten, garten, garten. Davom etamiz. Meine Freundin heißt Sophie. Misol uchun bu yerda biz e'tibor beradigan joyimiz Freundindagi EU birikmasi. EU birikmasining biz har doim bo'yin aytganimizdek OI kabi talaffuz qilamiz. Shuning uchun ham bu Freundin bo'ladi. Va undan tashqari e'tibor beradigan joyimiz bu Zofiydagi P, H
harf birikmasi hisoblanadi. PH harf birikmasini ham ko'pchilik holatlarda xuddi ingliz tilidagi kabi F kabi talaffuz qilamiz. F. Misol uchun zofi, zofi. Davom etamiz. Wir spielen Fußball und lachen viel. Bu gapimizda e'tibor beradigan joyimiz fil. Ko'rib turganingizdek V harfini, ya'ni fao harfini biz deyarli hamma joyda F kabi talaffuz qilamiz. Misol uchun fil, fil. Am Abend sehe ich einen Film und trinke Tee. Es ist schön. Va biz bu o'qilish holatlarini ko'rib chiqdik. Hurmatli do'stlar, bu bizning bugungi darslarimiz shundan iborat edi. O'z bilimlaringizni mustahkamlash uchun video ostidagi havola orqali Telegram kanalimizga o'ting. U yerda matn va audiodan iborat bo'lgan vazifamizni ishlab, o'z bilimlaringizni mustahkamlang. Videomizga like bosing, obuna bo'ling, izohlarda o'z fikrlaringizni va o'z qiynayotgan savollaringizni yozib qoldiring. Bu qiladigan ishlaringiz bizning videolarimizning boshqa nemis tili qiziquvchilariga yetib borishiga yordam beradi.